Boks olamida yangilik. Isroil Madrimov 24-yanvarda jang qiladi. Eslatib o'taman. Isroil Madrimov 11 ta jang, 13 ta jang o'tkazgan professional boksda. 10 ta g'alaba, 7 ta nokaut, 2 ta mag'lubiyat, 1 ta durang. Reyting bo'yicha 5-o'rinda turibdi. O'zbekiston reytingida 1-chi. 13 ta jang, 98 ta raund o'tkazgan umumiy ringda 70% nokaut. Yoshi 30 da O'zbekistonlik, hozirgi paytda Indiyani, Kaliforniyada tayyorgarlik ko'radi. Hivali oxirgi 2 ta jangga Virgil Ortizga yutqizgan. 12 raundli jangda oxirigacha borishgan. Terence Crawfordga yutqizgan, u ham 12 raundli bo'lgan. Chempionskiy jang. Oxirigacha jang bo'lgan. Va mana ochkolar bo'yicha, ikkalasida ochkolar bo'yicha mag'lub bo'lgan. Endi Luis David Salazar bilan tushadi 24-da. Kim ekan? Luis Salazar. Luis Salazar 21 ta jang, 20 ta g'alaba, 7 ta nokaut, 1 ta mag'lubiyat, nokaut bilan yutqizgan. Yomon emas, lekin 20 ta 21 ta jang bo'lsa, lekin reyting bo'yicha juda pastda. 219-chi bo'lib turibdi. 219 juda past. 6-dan ham past bo'lyapti bu. Mana reyting yulduzchalarini oladigan bo'lsak, 2 tagina Madrimovda 5 ta, 5talikka kirgani uchun. O'zini vatanida ham 1-o'rinda emas, 5-o'rinda ekan. 21 ta jang, 111 raundli. Umumiy 111 raund o'tkazgan, 35% nokautga ega. Bu ham ancha past bo'lyapti. 32 yoshda уже karyerasini oxirgi qadamlari desa ham bo'ladi. Meni fikrimcha. Endi janglarini ko'radigan bo'lsak, Madrimov bilan 24-da. Undan avval nomdor bokschilarni men bu yerda ko'rayotganim yo'q. Bu jangi ko'proq endi Madrimov uchun qilinayotgan jang. 2 ta mag'lubiyatdan keyin o'ziga ishonch qaytarish uchun, ishonchini o'ziga mustahkamlash uchun qilinayotgan jang deb o'ylayman. Afsuski bizning jangchilar oxirgi payt juda kam tushadi. Madrimov ham kam tushadi. Murodjon Ahmadaliyev ham juda kam tushadi. Va boshqa bokschilarni olsak ham yiliga bir marta tushyapti. Salazar janglaridan bittasi. Salazar 10 tarafda. Mana Salazar va Salazar Bernardo Lebronga qarshi jang qilyapti. On tarafdagi, endi mana 10 tarafdagi Salazar. Laqami El Olimpico. Sakkiz raundli jang, 1-raundi bu. Kazgina o'tkazaveramiz. Mana shu 4-raund. Endi ko'rinib turibdi, Salazarda kuchli zarbasi yo'q. Tezlik jihatdan ham tez emas. Endi texnika jihatidan oladigan bo'lsak, o'zbek texnikasi, O'zbekiston boks shkolasi dunyoda 1-o'rin. Texnika masalasida muammo bo'lmaydi. Bu jangga oladigan bo'lsak, Madrimov va Salazar oladigan bo'lsak, Madrimovda unaqa qiyinchilik tug'dirmasa kerak.
Bu jang menimcha boks muxlislarini xursand qiladi. Madrimov bu jangda Salazar bilan bo'lib o'tadigan jangda chiroyli boks ko'rsatib, chiroyli g'alaba taqdim etadi.